Assalomu alaykum qadrli ko'rmanlar, qahva damlarimizga xush keldinglar. Mana bugun saharlam vatanninki shu puroqlari bilan uyg'ondik. O'xshash manzaralar, nim degan go'zal muhit, vatanni sevgan hissiyotlarimiz biroz bo'lsa-mu besiqqandek bo'ldi. Undan keyin biz tuyuqsiz o'zimiz bilmagan asosda bir restoranga Muşunun kirib baqamlıq ya deb kirib qoldik, ammo bu do'konning tamoqlari o'zimiz yoqtirgan tamoqni yesak, shu jitgan plastiri qarta, undan keyin bular majlik tamoq yapti deb shuningki bazasini hisoblaydi ekanda, Umidjon bilan Mardonjon hozir ikkisi degan rasmiy baygiga tushdi, talishib, ammo tamoqlarni baravar yeb bo'lgandan keyin biz hozir zakaz qilgan hotel qarab mondiq. Başta bir otellarni o'rlashtirib, undan keyin xizmatga davomli tushmoqchi. Hozirgi hissiyotingiz qandayroq, Umidjon? Hozirgi hissiyotim shunday yaxshi, akajon. Qanday bo'lyapti? Hozir tomoqni yeb bo'ldik. Nima bo'ldi? Tomoqni yeb bo'lgandan keyin qo'saqdik. Hammamiz shoq. Shuning uchun judayam berib va narsalarni qo'yib, bugungi planlarni bir qilib, planlarni yaxshi so'qib, andan keyin chiqib tashlamoq yemamdoq. Qandoqqa Indoneziya? Bak yaxshi ko'rib qoldim, o'sha turaymi kiyaman. Nelar yaxshi-kan? Odamlar yaxshi-kan. Hammamiz qo'shal qo'ram. Chiroylarda kulka. Şopurlarımız şaş, tüneye turuşlarım hoşunda yaxşı emine. Tünegün biz deyishganligi tilamchilarniki ishiga kelsak, bular u har yangizdagi mushtaq kiyim-kechaklarni kiyib, undan keyin tilamchilik qildi ekanda. Bu indoneziyaliklar sal g'ururga ahamiyat berdi ekan-ku. Shuning uchun ko'pincha o'zininki chiroyini chiqarib, boshqalardan pul tilagan qaraganda, mushtaq yasinish orqali o'zininki g'ururini saqlab qoldigan o'xshaydi deb o'yladim. Kendim bir juftlar bilan paranlashib, bu to'g'riliq savol so'rsam, indoneziyaliklarni sen odatda xizmat chiqib ishlasangmi, ularning ko'ngliga azor bersang, ular hargiz sen uchun ishlamaydi. Jafoliq turmush kechirsa mayli, ammo boshqalarning oldida o'zining g'ururining dafsanda bo'lishini pek ig'ir oldi deb mushu bir eng yaxshi uchurni berdi-da. Aslida bu millatninki dünya qarşı muşnaqkan, adamiylik qarşı muşnaqkan deb mushlarni tushungandek bo'ldim. O'ylanmasak bo'lmaydigan ham o'rganishga arzigidek nuqtasikan deb o'yladim. Anda biz ishlarimizni biroq o'rlashtirib bo'lgandan keyin shuni darhol bizniki hozir telefonimizning to'g'ri yetmaydi ekan, biz mush to'g'ri masalasini hal qilmasak bo'lmaydi deb Umid mas'ul bo'lib o'zi telefoniga SIM kart, yani şu tor telefon kartası almoqchi bo'ldi-da. Bu oilamningki bir yaxshi yeri, dunyo qarshi intayin go'zal. İnsanlarga amaliyotda til ketmaydi. Qanday bo'lmasin, ishoratlar orqali bo'lsin-mu, insonlar bir-birisining qalbini tushunishga bo'ladi deydigan dunyo tarafdorida. Shunday bir qarashlar bor. Shuning uchun bu mayli qaysi din, qaysi irq, qaysi millat, qaysi tilda so'zlashayotgan odam bo'lsin, bu o'zi ishoratlar bilan bo'lsin-mu, o'zining qalbini to'liq ifodalab, qarshi tarafning qalbini to'liq tushuna oladigan shunday bir iqtidori bor, yaxshi oq ko'ngil bir og'inimiz. Bu hozir shunday inglizchani toz ravon so'zlayolmaydigan bir korxonchilar bilan hozir SIM kart sotib olish voqeligini qilyapti. Bu o'zini nihoyat yaxshi tushuntiryapti. Men bo'lsa azaraq, yaxshiroq, uzunroq ishlatgan kart sotib olsam deb. Ular buningga yaxshi kartlarni tavsiya qilyapti degandek. Ammo
bu gaplar Ümitning to'liq inglizchaga qo'ydi, qarshi taraf inglizcha aralashtirilgan endi o'ziga tilda gap qo'ydi. Ashundaq yurib bu keyinda masalan telefoning mush pul kartini setib olsang, keyinda masalan telefoningning yuziga mush asrash qavitidan birini choplab berman deb choplab berdi. Choplab bermoqchi bo'lib, keyinda pullarni hisoblab qilib birnimalarni qilib keyindan qanday bo'ldi desanglar, u choplab berdigan telefonningki tipi bilan ama Ümitning telefonining tipi biriga kelmay qoldi. Ümitning telefonining tipiningki u choplaydigan asrash bir qavat solyo qavat yo'q ekanda, shuni ular mor deb qo'yamiz-ku, uni xansovcha. Shuni u bo'lmadi, u kelmadi. Kelmay shuni pullarni qayta bir bilan qilish bo'shlar putdi bu ishni. Vaqaliklar putdi. Buni men o'zinglar anglab yiqanlar nimadan deyishyotdi. Manası benim doğru kildiren yok ya. Qanaqa? Benimki 16 diye, 14 lan belki 16 yok ya. Şunun bilen hazır pes uçup qarab başlandı. Bugün bağımlı diye başladı. Meliyen. Az bala 5'te 40 gördü ya bala. Hazır ben bir yaxşıdan birisi buldu ya. LTE. Ben de hazır torba, ben de şununla Yang itunya belum bayar kan dah? Benar sen çalsak mı? Mungkin 5 kilo. Mungkin enggak deh. Sudah, memorinya sudah. Yes, it's okay. Dari mana Mister? Ümit yerlik tillarni buni xotirjam parancha olaydi. Tidak bisa pakai lagi. But just 5 gigabit. So small. Fine. Bisa diisi ulang nggak? One day finish. How much you want? 50 gigabytes? Pakai. This one? Ya, bisa. No, itu bahasa Inggris kan? Itu. Pakai yang berapa ya? Tapi ini beda harganya. Pak, itu ini Okay, back my money. Okay, back my money. balik aja, fit aja. So, Tadi saya kasih give me after 3. Öpleşmedi. Sorry. Yeah, I'm sorry. Kartunya nomornya mau pengen isi kuota, dia mau isi kuota, ini mau nambah. You want to top up? Endi bu necha vaqtimizni isrof qildik-da bu ishga. Hammamiz ko'nglimizda telefonimiz bor bo'ldi, ham bir telefon bo'lsa, Ümitning ishlansa, ham qolganlarimiz mayli xarita ochadigan ishlar bo'lamdi, restoran topadigan ishlar bo'lamdi. Hammasi shu bir telefon bo'lsa, endi merdanishkimizning telefoni ham Yaponniki kartasi ishlayotdi, unda astida. Shuningga bizning hojatimizni shu birisi yetdi ekan, Ümit asununda bo'lsa deb biz Ümitninki kart setilishiga intayin ishonch bilan bu sodini putirib mangdi qazi. Eng qizg'an yeri bu hozir damallik ishlagan bilan meyadan yarim soat o'tgan yeyishnim yo'q. Telefoni yo'q. Biz necha kun shu Ümitning telefoni ishlamay, yana shu merdanishkimizning telefonida asta yashab bali araliq bo'lganda anda Ümitning telefoniga jon kirdi. Şeyde qaytadan kartlarni bijirib, mumkin qaytadan adam bo'lib ketdi-da bu. Sho'xlik qilib o'ynab ketdi degandek. Vaqalik mushu bir muncha avvar bo'lgan tushliq, ishlamaydigan kartani setib olib, necha kun yana mishada bicharchara bo'lib ketdik degandek. Ümit aqidamning pitagan so'g'itligining jarayoni mushu. Endi qag'ini keyindagi vaqalik texmi qiziq. Keyingi qismda Ümitninki ko'zoynak izlash vaqaligidan huzurlansizlar.